va bizda o'g'il bo'ladi, bu o'g'il jo'g'alib qoladi. O'g'lim qayerdasan? Diqqat, tezkor xabar. Ekranlaringizda ko'rib turgan bola hozirgi paytda Rossiya bo'ylab qidirilyapti. Bugun murojaat qildi. Xullas kalom, mana shu bola topildi. Marhamat, videoni ko'ringlar. Like bosib videoni tarqatgan akalarimizga kattakon rahmat. Instagramda baquvvatligini mana shu yerdan ham bilsalaring bo'ladi. Bugun murojaat bo'ldi, bugun topildi. Hammaga rahmat. Gap isboti bilan marhamat, videoni ko'rib like bosib qo'ying. Kim aka, yaxshimisiz? Alaykum, Navrizjon, zo'rma, sog'liklaring yaxshimi? Mana bola kim, mana bola? Soqoltoy bola buni, sochlar qo'yib yaribdi. Armanmi bu, Ozarbayjonmi bu? Va bizda o'g'il bo'ladi, bu o'g'il jo'g'alib qoladi. O'g'lim qayerdasan? Nimaga biz telefon? Alaykum. Izlamaysan ham, otam bor, yinam bor deb. Moskvada ishlayapman, telefonim buzilib qolgan, telefonim sinib O'g'lim, qolgan. adresni ber, qayerda bo'lsang ham joning sog' bo'lsin, adresni bergin, qayerda ishlayotganingni biz bilaylik. Soqol bilan mana soch surishni olinsin. Men senga aytayapman, men sening adresing bilaman. Hov bo'lsam oyoq qo'ling baylab O'zbekistonga uchirib beraman. Biletingni olib beraman. Ketasanmi hozir? Xo'p, yo'q aka, nima bor O'zbekiston? Hali ishlayapman aka. Menga qara, uka, agar uylanib olgan bo'lsang, bironta rus qizga gapirib, bir tuhmatga qop qamalib ketasan, nasha-pasha dastavka qilma, pulga uchma, mana soqollar surishni ol. Ko'rgan minisa seni oldinga keladi. Vez kakaydi balabani va oyoqqa turgan. Sen o'zingni hozir qayerdan ko'rding? YouTube'dan ko'rdingmi? Yo'q, ko'rganim hozir men baqib, nimaga birov tashlab berdi, rasm shunga qarab telefon oldim. Shu YouTube'dan ko'rib telefon qilyapsan-da, men nomerimni ammangdan oldingmi? Kimdan olding bunday bo'lsa? Men shu yerdaman. Topildim deding-ku. Nomeringiz o'zi bor, saqlanib qo'ygan o'yinda qatnash. 18 da. Bo'ldi, saqlanib qo'ygan bo'lsang, bugun mana otang murojaat qildi, bir kun deganda topilding, Xudoga shukr. Aka, endi bo'lingiz bilan o'zingiz shug'ullanasiz. Mayli, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Gapga xursand bo'lib qoldim. Buni nima qilamiz? Bu uyga ketsinmi, qolsinmi? Nima qilamiz buni? Buni uyga qaytaramiz, o'zi bilan bir gaplashsak, qaytadi uyga. Buni srochni uylantiring, buni uylangiz kelganmi, yo'q bo'lib qolgan bu. Kelsa uylantiraman, hamma narsa tayyor. Ukajon, isming nima seni? Elyorbek aka. Elyorbek uka, kimni allasang alla, lekin otangni, onangni allama. Ota-onang juda xavotir olgan. Mana biz Rossiyani oyoqqa turg'izdik bugun. Xo'p, aka. Mana shu videolarga rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Mana shu videolarga befarq bo'lmay like bosib tarqatgan akalarimiz, opalarimiz kattakon rahmat. O'zimni bir yaqin akamni o'g'li yo'qolib qoldi, yordam berdilaringiz. Rahmat, Navrizjon. Gap yo'q, rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Akaydini ori uchun turib beradigan yigitlar bor, rahmat, xursandman. Biz xizmatda har doim. Har doim biz xizmatda. Malades, rahmat. Sog' salomat bo'ling. Joningiz sog'. Tez otangga telefon qil. Adresingni bilaman. Aytib qo'yay, surishni ketasan O'zbekistonga.